ko'rib, qanday boragan ko'rsatdi. Kesini otlasam bo'lmaydi. Yo'q, bu hajiyosini yo'q. Oğlan satdan arqalık olmuş. Şöçkiz işlemayapti. Siz işlemagandan keyin xabar berishingiz kerak-da. İşlemayapti deb xabarni berish kerak. Siz majbur yapasiz. Shuning uchun hozir mana shu qayta hisobga chiqqan to'lov amalga oshirasiz. Hozir to'lovni qiling. Sizga shu muddat ogohlantirish muddatini beramiz. Sho'chingizni qayta yangi qo'yish bo'yicha 5 oy bo'lgan. Oxirgi marta oktyabr oyida to'lov qilganmiz. O'zi iste'molchini har oy 10-chisigacha ichimlik suvni siz beridan qoladi. Oldindan to'lov qiling. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyati aholisini ichimlik suvidan bo'lgan debitor qarzdorligi 36 milliard 800 millionni tashkil qiladi. Shundan 33 millioni aholi iste'molchilarga to'g'ri kelsa, qolgan qismi ulgurji va yuridik tashkilotlar hissasiga to'g'ri kelyapti. Bu borada ishchi guruh shakllantirganmiz va ishchi guruh bilan birgalikda hozirgi kunda Bayot tumanining Anorzor mahallasi va Navoiy mahallalarida reyd tadbirlari undiruv bo'yicha grafik qilgan ishlarimizni olib boryapmiz. Hozirgi kunda Bayot tumanining ham aholi iste'molchilaridan bo'lgan debitor qarzdorligi 5 milliardni tashkil qilib, Navoiy va Anorzor mahallasiga o'tkazgan reyd tadbirlarimizda 14 ta aholi iste'molchilarini tarmoqdan uzish, yuqori qarzdorliklar bo'lgan aholilarni va 4 ta noqonuniy holatlarni aniqlab, tegishli tartibda dalolatnomalar rasmiylashtirildi va 7 nafar fuqarolar, iste'molchilar ixtiyoriy ravishda yuqori qarz bo'lgan qarzdorliklarini ixtiyoriy ravishda to'lab berishdi. Ana shu ko'chalarda kran qo'yilmagan paytda yo'q. Nechimi? Yo'q, ikkalasi sudda qolgan. Yetishtirgan sonmi? Cho'chib qo'ygan davrgacha 1 million qarz bo'layotgan, 1 million qarz bo'layotgan. Bizi keladi. Mayli, endi